Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kullu mavludin yuladu alal fitra." Har bir bola, Rasululloh aytadilar, aslida har bir bola tabiatan sog'lom, musulmon tug'ilgaydir. Ya'ni islom fitrati bilan dunyoga keladi. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi. Keyin ota-onasi uni istasa yahudi qilg'aydir, istasa nasoro qilg'aydir, istasa majusi qilg'aydir. Har bitta tug'ilgan bola qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar, ota-onasi qaysi din, qaysi millat vakili bo'lishidan qat'iy nazar musulmon bo'lib tug'iladi. Islom tabiati bilan tug'iladi. Kamasalil bahimati tuntajul bahima hal tara fiha jad'a. Payg'ambarimiz aytadilar, xuddi kamchiliksiz tug'ilgan